Agar siz Ixlos surasi haqida bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Ungacha like bosib, islomga oid foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Kim har kuni Ixlos surasini 50 marta o'qisa, qiyomat kuni qabrdan shunday chaqiriladi: "Tur, ey Allohni madh etgan kishi, jannatga kir." Kim bomdod namozidan keyin o'tirgan joyida dunyoviy gap gapirmasdan har birini boshida bismillah bilan 10 marta Ixlos surasini o'qisa, 1 marta Ixlos 1 yillik gunohi, 100 ta Ixlos 100 yillik gunoh kechiriladi. Alloh bilan o'zi o'rtasidagi hech kim bilmaydigan gunohlarni ham kechiriladi. Kim Ixlos surasini 200 marta o'qisa, gardonidagi qarzdan boshqa 50 yillik gunohlari kechiriladi. Kim Ixlos surasini yashayotgan manzilida 1 marta o'qisa, Alloh taolo unga oilasiga, hatto qo'ni-qo'shnilariga baraka beradi. Payg'ambarimiz shunday deganlarki, vafot bilan nihoyat topadigan kasalligida Ixlos surasini o'qisa, qabrida fitrlanmaydi. Qabr siqishidan omonda bo'ladi va farishtalar uning qo'lidan tutib, Sirot ko'prigidan jannatga olib o'tadilar. Payg'ambarimiz shunday deganlar: kim yotib uxlamoqchi bo'lib o'ng tomonga qarab yotsa, so'ng qul huvallohu ahadni 100 marta o'qisa, Alloh taolo qiyomat kuni unga o'ng tarafdan jannatga kir deydi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada amin deb izoh qoldiring. Bu fazilatni ko'proq odamga yetkazish uchun videoni ulashib, savobiga siz ham sababchi bo'ling.